Albatta har bitta bayerga mijoz kerak bo'ladi. Endi sizlar bilan hozir qanaqa qilib mijoz topishni o'rganamiz. Siz bayer bo'ldingiz, har bitta davlatdan tovar zakaz qilishni o'rgandingiz, olib keltirib ko'ryapsiz, zo'rligini bilyapsiz. Endi siz shu sohada ketmoqchisiz va mijoz topishingiz kerak. Buning uchun biz nimadan foydalanamiz? Hozirgi zamonda ayniqsa karantindan keyin juda ham zo'r rivojlandi ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini biznesini targ'ib qilish vobshe zo'r rivojlanib ketdi. Har bitta narsada xayr bor deyiladi-yu. Karantin ham shunaqa xayrga ishladi. Blog yuritishingiz kerak va u yerda siz foydali ma'lumotlar bilan bo'lishib borishingiz kerak. Hozirgi juda ham ko'p onlayn magazinlarni qiladigan xatosi tovarlarni joylaydi, narxini yozadi, bo'ldi. $35 plus kargo, $40 plus kargo, $5. Bu juda ham xato. Agar siz blogingizda o'zingizni tanishtirmasangiz, kimligingizni ko'rsatib bormasangiz, tovarlar haqida ma'lumot bermasangiz, o'sha olib keltirayotgan mahsulotlaringiz haqida ma'lumot bermasangiz, odzivlarni qo'ymasangiz, hech qaysi mijoz sizga ishonmaydi. U davrlar o'zi o'tib ketdi, orqada qolib ketdi. Hozir zamon kim o'zarga bo'lib qolgan, kim zo'r bo'lsa, hamma klient o'shanga yuguradi. O'shaning uchun hozir o'z ustida ishlaydigan payt kelgan. Sotdingizmi? Odzivini sразу qo'ying. Tovaringiz keldimi? Raspakovka qiling. Kerak bo'lsa bitta tovarni o'zini 3 minutlik 1 minutlik video qilishadi. Etidan olib ko'rsatib, ichidagi shoklarini ko'rsatib, sifatini ko'rsatib, ana o'shandagina mijoz sizga ishonadi va sizning sotuvlaringiz ham zo'r bo'ladi. Keyingisi mijozlaringizga siz yaxshi muomala qilib, ularga tavsiya qilishni ham bilishingiz kerak. Xizmatingizni reklama qilishingiz kerak, o'zingizni zo'r tomonlarni ko'rsatib berishingiz kerak. O'shanda siz mijozingiz sizning nomer 1ligingizga ishonib, sizga klient bo'lib qoladi. Yana sizni o'sha reklama sarafonli radio bo'lib ketaveradi. Men o'zimda ham shunaqa bo'lgan. Men tavsiya qila olganim uchun, tovarlarni zo'r yetkazib berganim uchun, meni klientlarim yana boshqa tanishlarini ham olib keltirib, shunaqa qilib sekin-sekin mijozlarim ko'payib ketgan. Masalan, menga hozir mana aytishadi-da, siz shuncha o'rgatyapsiz, bir xil onlayn magazinlar yoki bo'lmasa do'konlar yozishadi, bizga klient qolmayapti deyshadi. Yo'q, bu xato. Tasavvur qilaylik, ko'chada ham kerak bo'lsa kuniga 100 taga taksistlar ko'payayotibdi. Lekin hech qaysi mijozsiz qolib ketayotgani yo'q-ku, to'g'rimi? O'zingizlar o'ylab qaranglar. Har bitta insonning o'zining rizqi bo'ladi. Agar men shu paytgacha o'rgaturganimda, meni o'zimning klientlarim qolmas edi. Amanda hozir nabarot, men qancha o'rgatganim sari, meni o'zimga ham shuncha klientlarim oshib boryapti. Baribir shuncha odamni, shuncha aholini ehtiyojlarini baribir polностью yopib bera olmaydi. Qancha ko'p odam bo'lsa, shuncha ko'p talab va taklif ham oshaveradi. O'shaning uchun men mijoz topa olmayman degan nimadan qochish kerak. Har bitta odamni o'zining vkusi bo'ladi. Onlayn magazinlarga ham kirsanglar, to'g'ri tovarlarni bitta joydan olayotgan bo'lishi mumkin, lekin uni qo'yayotgan tovarlari sizni didingizga mos kelmasligi ham mumkin. Ikkita detskiy magazin deylik, bir-biriga raqobat qila olmaydi, chunki buni vkusi boshqa, buni vkusi boshqa. Sizga masalan buni vkusi to'g'ri kelishi mumkin yoki unisiniki. O'shaning uchun o'sha raqobat bo'lish uchun baribir vkuslari ajralib turadi o'sha do'konlarni ham. Bunaqa o'ylash kerak emas. Endi yana bitta sotuvni oshirishni zo'r yo'llaridan biri bu reklama. Albatta siz o'z mahsulotingizni reklama qilishni bilishingiz kerak. Bunda qanaqa? Buni tekin yo'llari ham bor. Hozir bilasizlar, Instagramda Reels videolar qo'yish juda ham zo'r rivojlangan. Reelsni o'zi sizni videolaringiz zo'r bo'lsa, ko'paytirib, keng auditoriyaga ko'rsatib beradi. Tasavvur qiling, siz tovar qo'ydingiz, videongiz topga chiqib ketdi. Masalan, 100 mingta odam ko'rdi. Bu degani sizni do'koningizga 100 mingta odam kirib chiqib ketyapti degani. Shuncha odam sizni ko'rganidan keyin sizni o'zi mahsulotlaringiz ham zo'r sotilishi boshlaydi. Podpiskalar ko'payadi sizga. Masalan, siz do'kon ochib qo'ydingiz, masalan, Yunusobod tumanida, sizni do'koningizga Uchtepadan birov kelib ko'rmaydi. Agar siz uni Instagram orqali yurg'izsangiz, reklama qilsangiz, siz даже boshqa davlatlarga ham, chet davlatlarga ham tovaringizni chiqarib yuborish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va yana reklamaning yana turlaridan biri barterga reklama qilishingiz mumkin. O'sha o'zingizning nishangizga mos qanaqadir Telegram kanalmi, gruppalarda tekin yo'llardan biri. Agar siz daromadga chiqqan bo'lsangiz, sekin o'zi pulga reklama qildirishni ham boshlashingiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, reklama uchun nima qilasiz? Ijtimoiy tarmoqlarni ishlatib reklama qilishingiz mumkin. Telegram, Instagram, mana hattoki TikTokda ham qo'yishingiz mumkin. Xizmatlaringizni taklif qilib reklama qilishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha qiziqishi bor insonlarni, bu deganda siz target yoqsangiz, masalan, detskiy kiyim do'koningiz bor, target yoqasiz, o'shanga moslab, masalan, tanlaysiz, uy bekalari, detskiy kiyimga qiziqadiganlar, o'zini o'sha kategoriyalari bor. Kimlar o'sha detskiy kiyimingizni olishga nimasi bor, qiziqishi bor, o'shalarni tanlab target yoqsangiz, sizni reklamangizni o'sha odamlarga ko'rsatib beradi va ularning ichida albatta sizni tovaringizni oladigan odamlar topiladi.